Hammaga assalomu alaykum. Keyingi videoyimizga xush kelibsizlar. Meni atim Bositxon. Men Germaniyada Berlinda tibbiyot universitetida o'qiyman. Bugungi videoyimiz Abdulaziz bilan bo'ladi. Ular Germaniyada bakalavr informatikani bitirdilar va o'qishdan keyin hozir full time ishlayaptilar. Mavzu Germaniyada informatika o'qish va o'qishdan keyin ishlash va talabalik hayoti. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Abdulaziz, yoshim 23 ta. Taxminan 2 oy oldin TU Berlinda Wirtschaft informatik o'qishini bitirdim va hozir full time developer bo'lib ishlayapman. Shu o'qishni bitirganingizda o'zi nima his qildingiz? Nimadir o'zgardimi o'zi? O'qish bitirganimda ko'p narsa o'zgardi. O'zimni xursand his qildim, chunki o'qishni bitirish men uchun juda ham muhim hodisa edi, muhim milestone edi. O'shani bitganda xursand bo'ldim. Oxirgi semestr ancha murakkab bo'ldi. Bakalavriskiy o'sha beshalar arbat yozdim, parallelni ishladim. Hammasini tashkillashtirish ancha qiyin bo'ldi. Lekin hammasi o'xshadi. Hammasi hozir orqada. Hozir уже full time ga o'tib, konsentratsiyani, fokusni o'qishga emas, ishga beryapman. Ani talabalik hayotdachi, bu yerdagi hayot tarzida ham katta o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa kerak. O'shandagi plyus va minuslarni aytib bera olasizmi? Nima yoqqanda hozir endi shu narsalar o'zgargan? Shunaqa. Endi eng katta plyuslardan talaba hayotini gapirsak, eng katta plyuslari bu o'sha fleksibilitet edi. Siz shu xohlagan vaqtingizda, endi bizning universitetda shunaqa, TU Berlinda shunaqa, ancha ko'p fleksibilitet berilgan. Xohlagan paytingizda, xohlagan leksiyangizga borasiz. Qanaqadir borishingiz kerak bo'lgan, shart bo'lgan anaqalar kam. O'shaning uchun vaqtingiz o'zingizga berilgan edi, o'zingiz xohlagancha tashkillashtirsangiz bo'lardi. Endi hozir full time ishda, dushanbadan jumaga ishga borishingiz kerak. Xohlagan, endi o'tda ham fleksibilitet bor, lekin ancha kamroq. Fleksibilitet bizda misol uchun home office imkoniyati bor. Home office ishlasa bo'ladi, lekin o'sha ertalabdan kechgacha ishlash kerak. O'shaning uchun mana shu narsa ko'p o'zgardi. Undan tashqari shu uncha ko'p emas. Shu fokus etganimdagi fokus o'qishdan ko'proq ishga o'tgan. Shu. Anaqadachi katta o'zgarish bo'ldimi? Endi oylik masalasida menimcha aniq o'zgarish bo'lgan, lekin xarajatni o'ylab qarasangiz ham shunaqa katta o'zgarish bo'lganmi yo unchalik katta bo'lmagan? Hozir uncha bo'lgani yo'q, chunki endi men hali ham bitta o'zim yashayman, eski joyimda yashayman. O'shaning uchun uncha katta bo'lgani yo'q, lekin o'sha soliqlar ko'proq to'laysiz, o'sha Rentenversicherungga, Sozialversicherungga, Pflegeversicherungga ancha ko'proq to'laysiz. Va o'sha misol uchun Deutschland ticketda endi semestr ticket ishida emas, o'sha lekin balkim o'zingiz to'lashingiz kerak. Ishxonadan ozgina bir 10-15 yevro to'lab berishi mumkin, lekin aksariyatini o'zingiz to'lashingiz kerak baribir. Shu narsa balkim katta o'zgarish. Keyin misol uchun hamma podpiska qanaqadir servislarni olsangiz, studentni rabati yo'q bo'ladi. Hammasini 100% o'sha 100% narxini to'lashingiz kerak. Shu o'zgarish. Lekin undan tashqari hozirgacha uncha ko'p emas, uncha ko'paygani yo'q desa bo'ladi. Siz bakalavr bitirganingizdan keyin o'zingiz full time ishga qaror qildingiz ishlashga. Nega magistraturaga emas? Chunki ayrimlar bakalavrdan keyin srazu o'sha master qilib ketadi. Shunaqa yaxshi savol. Magistratura haqida ham o'ylaganman. Lekin hozirgi kunda bir nechta faktorlarni inovatga olgan tarzda magistratura qilish meni sohamda, IT sohada, informatika sohasida meni ko'zimda bugungi kunga ozgina vaqt yo'qotish bo'lib ko'rindi. Chunki hozir misol uchun ish qidirayotgan odamlar bilsa kerak, hozir ko'p joyda vakansiyalarni ochib, odamlar nima so'rayapti, nima kerak qarab chiqsangiz, o'tda hozir master haqida gapirmayapmiz, bakalavr olib qolsa, bakalavr o'zi hozir eski shu nima deydi, required qualificationdan preferred qualification o'tib ketgan. Ya'ni o'sha обязательное требованияdan желательныйga o'tib ketgan. Hozir bakalavr ham ko'p joyda so'ramayapti. Endi lekin bu narsa ko'proq shu katta top internasional firmalar haqida gapiryapman hozir. Nemis firmalar hali ham so'rashadi bakalavri. Lekin baribir o'sha magistratura ham bakalavr ham hozir o'sha must have dan nice to have ga o'tib ketgan sekin. Va ikkinchi sabab
magistratura bor bo'lgani yaxshi albatta. Misol uchun bor bo'lsa, yo'qdan ko'ra bor yaxshi, lekin magistratura misol uchun sizga bir 15% yaxshiroq shans berishi mumkin. Ha, o 2 barobar masalan Shunaqa, oshirmaydi. endi bu savol har odam shu 15% ga yaxshilashga odam 2 yil vaqtini berish tayyormi yoki yo'qmi? Bu savolga endi har bir odam o'zi javob berishi kerak. Lekin shaxsan meni fikrim, magistratura qilish vaqti zo'r, o'qisa bo'ladi. O'qish uchun juda ham zo'r haligacha, lekin karyera nuqtai nazaridan, ish topish nuqtai nazaridan, ish topish shanslarini qanchalik yaxshilashtiradi nuqtai nazaridan uncha ko'p rol o'ynamaydi deb o'ylayman hozir. Shuning uchun. Masalan, kimdir lekin akademik karyera qilmoqchi bo'lsa, unda akademik karyera qilmoqchi bo'lsa, undan magistratura qilish shart. Lekin menga o'xshagan o'sha o'qib, o'sha tezroq ish topib, shu karyerani qurish bilan band odamlar uchun magistratura hozir uncha kerak emas. Shu 2 yil o'rniga yaxshi joyga ishga kirib, yaxshi tajriba ortib, yaxshi narsani o'rgansangiz, magistraturadan ancha yaxshiroq bo'ladi bu. Tushunarli. Germaniyada shu talabalar vizasi ancha oson, bemalol shu 3-4 yilga ham berib yuborishadi. O'qishni bitirganingizdan keyin o'sha viza masalasi qanchalik Germaniyada oson o'qishni bitirib ishlashga qolish, vizani olib shu. Shunaqa, viza ishchilar uchun ham ancha oson qilib qo'yishgan, yaxshi qulay qilib qo'yishgan. Ikkita vizani ikkita turi bor. Bu oddiy shu Aufenthaltstitel für Fachkräfte deydi. Shu ishchi uchun, hamma ishchilar uchun viza. Uni olish uchun qanaqadir katta shartlar yo'q. Shu ishingiz bo'lishi kerak, shu kontraktingiz bo'lishi kerak va bo'ldi. Ikkinchi turi bu shu blau karta, blue card, shu siniya karta deydi. U ikkinchi tur vizasi, u ozgina zo'rroq, o'sha shartlari zo'rroq, berayotgan narsalar zo'rroq. Misol uchun viza bo'yicha ota-onani olib kelsa bo'ladi bo'tga yoki misol uchun bo'lmasam, masalan, turmush o'rtog'ingizni olib kelsangiz bo'ladi bo'tga. Lekin uni olish uchun shartlari bor, talabalari bor. U birinchida ochirtdi, shu birinchi o'rinda ishlayotgan joyingiz, ishlayotgan sohangiz o'sha blau kartani yaxshi shu beriladigan sohaning ichiga kirish kerak. Bu degani misol uchun doktor bo'lishingiz kerak yoki bo'lmasam yurist bo'lishingiz kerak yoki bo'lmasam shu IT fachkraft, shu IT da ishlayotgan bo'lishingiz kerak. Misol uchun aptekerlarga ham berishadi, aptekerda ishlayotganlarga ham berishadi. Shu kasbingiz shu ro'yxatning ichida bo'lishi kerak. Bu birinchisi, ikkinchisi o'sha moyingiz, yilliga moyingiz, yarisi brutto gehalt, bu degani shu yilliga soliq hali olinmagan moyingiz o'sha berilgan, o'sha thresholddan berilgan limitdan balandroq bo'lishi kerak. 2026-yilda bu kecha o'zim qaradim, bilmadim. 2026-yilda bu 50.700 yevro bo'libdi. 50.700 yevrodan yillik oylik baland bo'lsa, blue karta berilishga imkoniyat ochiladi. Shunaqa. Oldingi yil, o'sha 2025-yil bu 48.300 yevro edi. Kecha mana 2026-yili keyingi yilga 50.700 yevro qilib qo'yishibdi. Bu degani shu yarisi bruttoga xalt 50.700 yevrodan ko'proq bo'lishi kerak. Lekin misol uchun sizni ishingiz o'sha mangil berufga kirsa, bu degani shu qanaqadir sohada ishchilar juda ham yetmayotgan soha bo'lsa, yokida beruf Einsteiger bo'lsangiz, ya'ni o'sha universitetni oxirgi 3 yil davomida bitirdingiz, hali yosh ishchisiz deb aytsa, shunaqa shartlar, shunaqa bo'lsangiz, unda 50.700 emas, balkim 45.800 mi shunaqa adashmasam 45.800 yevro. Bu degani shu yoshroq odamlarga yoki balkim o'sha juda ham yetmayotgan ishchilar uchun, shu qanaqadir sohada juda ham yetmayotgan ishchilar uchun kamaytirilgan, u yerda 50.700 emas, 45.800 mi shunaqa. Blau karta dedingiz, o'sha blau kartani ochib bersangiz, o'zi nima va qanaqa plyuslar beradi? Blau karta bu o'sha bitta shu ish vizasini turi, bu shu Aufenthaltstitel für qualifizierte Fachkräfte, ya'ni shu kvalifikatsiyasi baland bo'lgan ishchilar uchun viza turi. O'sha aytganimdek shartlari bor. O'sha shartlarni aniq qilsangiz, vyuplanyat qilsangiz, to'ldirsangiz, sizga o'sha oddiy viza bilan solishtirganda ko'proq fortaylar, ko'proq plyuslar olib keladi. Misol uchun blau karta bilan, o'sha blau karta EU deyiladi. Blau karta bilan siz nafaqat Germaniyada, balkim Yevropaning juda ham ko'p davlatlarida ishlasangiz bo'ladi.
Ha. O'sha bitta viza bilan juda ham ko'p davlatlarda ishlasangiz bo'ladi. Shuning uchun Blau karta EU deyiladi. Ikkinchi pluslardan bittasi oddiy viza bilan solishtirganda Blau kartani olib Blau Oddiy karta ishchi viza deyapsiz-da. shunaqa oddiy ishchi viza bilan solishtirganda pluslari Blau kartani olganingizdan keyin 2 yil ishlaganingizdan keyin nemis tilingiz o'sha B2 adashmasam B2 mi yoki C1 daraja yaxshi darajada bo'lishi kerak va 2 yil ishlaganingizdan keyin sizga PMJ berishi mumkin. Постоянное место жительства, ya'ni Niderlassungserlaubnis berishi mumkin. Ha. Bunga ham o'zingiz beantrag o'sha podacha qilasiz. Lekin 2 yildan keyin o'sha Rentenversicherungga, pensionniy fondga o'sha yetarli to'laganingizdan keyin bu 2 yil vaqt. 2 yildan keyin sizga o'sha PMJ berishi mumkin. Uni ham hech qanaqa muammosi yo'q. Faqat 2 yil o'tish kerak va nemis tilingiz darajasi yaxshi bo'lishi kerak. O'shanda 24 oyda beradi. Agar nemis tilingiz C1 dan balandroq bo'lsa, 21 oyda ham berishi mumkin. Qisqartirib. PMJ shu 10 yilga beriladi. O'sha pasportga juda ham yaqin deb aytsa bo'ladi. Faqat o'sha голосовать ovoz bera olmaysiz saylovlarda, lekin pasportlik bilan kuchi juda ham bir xil. Unda o'sha ishlaysizmi, ishlamaysizmi, nima ish qilasiz, uni hech kim qiziqtirmaydi. Qayerda yashaysiz farqi yo'q. Masalan, PMJ olib 2 yilga O'zbekistonga borib yashab, 2 yildan keyin yana Germaniyaga vizasiz kelsa bo'ladi. Blau karta baribir ish joyingizga ulangan. Blau karta har xil ma'lumot bor, lekin Blau kartani ishdan bo'shab ketgan bo'lsangiz, 3 oy davomida ish topa olmasangiz, Blau kartani olib qo'yishadi. Keyin bitta qo'shimcha informatsiya, adashmasam shu sizda Blau karta bo'lsa, O'zbekistondagi turmush o'rtog'ingizni shunda olib kela olasiz. U turmush o'rtoq til sertifikat ko'rsatish shart emas. A1 darajada. Lekin o'sha Fachkraft vizasi bo'yicha kelinsa yoki qolinsa, turmush o'rtog'i shu kamida A1 sertifikat ko'rsatishi shart edi O'zbekiston uchun. Shunaqa. O'sha protsessni endi anaqa xronologически ko'rib chiqsak, o'qishni bitirasiz. Shu Blau kartaga keyin shunda topshirib yuborasizmi yo birinchi ish topib keyin topshirasizmi, o'shani ko'rsak? Shunaqa. Men shu esimdan chiqibdi. O'sha Blau kartaga men aytgandan tashqari boshqa bitta shart bu o'sha kontrakt bo'lishi kerak. O'sha yoki job angebot bo'lishi kerak. Bu degani ya'ni o'sha ishga предложение, taklif bo'lishi kerak yoki уже tayyor kontrakt bo'lishi kerak. Mana shu ham muhim shart edi. Chunki men ish endi qidiraman, menga beriladigan degan o'xshamaydi. O'sha menda o'sha misol uchun menda o'qishni bitirganimda, o'sha bitirayotgan paytimda o'sha ishxonam bilan gaplashib, bizani o'sha sani full time'ga olmoqchimiz degan fikr chiqdi. O'sha kontrakt bor edi. O'sha kontrakt bor edi. Kontrakt ham aytganicha kontrakt ham mindestens 6 monat, ya'ni o'sha minimum kamida 6 oy davomida 6 oy bo'lishi kerak. Undan kamroq bo'lsa berish qiyin deb o'ylayman, chunki qoidasi bor shunaqa. Qoidasi degani o'sha kontrakt minimum 6 oy bo'lishi kerak. O'sha qaytib xronologiyaga qaytsak, o'sha eng muhim ish joyi bo'lishi kerak, shartlari bo'lishi kerak. 6 oy, minimum 6 oy, 5700 dan ko'proq. O'sha kasbingiz to'g'ri kelishi kerak. Hamma narsa bor bo'lsa, o'sha portalga, onlayn portalga juda ham qulay qilib qo'ygan. Onlayn portaliga borib, hamma hujjatlaringizni загрузка qilib yuborsangiz bo'ladi. Endi tasavvur qilaylik, shu kimdir o'qishini bitirdi, lekin ish topa olmayapti. U masalada o'sha ish qidirish vizasi berilishi kerak. O'sha haqida nimadirlar bilasizmi? Shunaqa ish qidirish vizasi ham yaxshi variant. O'sha adashmasam 18 oyga beriladi olganingizdan keyin. Ya'ni 18 oy davomida ish topishingiz kerak. U vizani plusi shundan iboratki, u vizani olganingizdan keyin, ish topganingizdan keyin o'sha viza bilan ishlaversangiz ham bo'ladi. Shu viza bilan ishlashni boshlaversangiz ham bo'ladi. Chunki bu degani o'sha u vizani ish topganingizdan keyin sразу boshqa o'sha Blau kartagami yoki Aufenthaltstitel für Fachkräfte'ga o'zgartirishingiz shart emas. O'sha misol uchun meni og'aynim ham shunaqa qilganki, o'sha viza bilan ish qidirishni boshlagan, ish topgan, o'sha 18 oy tugaguncha o'sha viza bilan ishlagan, keyin tugagandan keyin Blau kartaga o'tgan. Mana shu qulayligi shundan iborat. U degani agar Germaniyada shu bakalavr bitirsangiz,
sizda katta imkoniyatlar bor shu Germaniyada qolib ish topib, chunki agar sразу ish topa olmasangiz bakalavrdan keyin ish qidirish vizasini olasiz va o'sha vaqt ichida ish qidirib topsangiz bo'ladi. Endi bitta hammasini rezyume qilsak, bakalavr bitirgan bolaga Germaniyada dальше qolish uchun, ishlab qolish uchun viza turlarini aytsak, endi aniq tushunarli. Magistraturaga qolsa, bakalavrdan keyin o'zi talaba vizasini cho'zdirib oladi. Shunaqa. Ishchi bo'lib qolsa, Ishchi bo'lib qolsa, 3 ta turi bor. Bu degani birinchisi o'sha job seeking viza, ya'ni o'sha ish qidiruvchi vizasi. Bakalavr qidirib, misol uchun sразу ish topolmagan odamlar uchun yoki endi ish qidirayotgan uchun mana shu viza yaxshi. Bu vizani olish kerak. U viza olish uchun ko'p anaqalar kerak emas, talablar kerak emas. O'shani olish kerak. O'shan bilan keyin ish qidirib anaqasi bo'ladi. Ikkinchi turi bu. Agar ish topolgan bo'lsangiz, o'sha oddiy Aufenthaltstitel für Fachkräfte deydi. O'sha oddiy o'sha ish vizasi, рабочая viza deydi. Uni olishingiz uchun o'sha ish topgan bo'lishingiz kerak, lekin u hamma uchun beriladi. O'sha farqi yo'q, hatto ishlaysiz, nima kasb bo'lishi kerak. Nima kasb bo'lsa farqi yo'q, moynes kammi, ko'pmi, unga qarashmaydi, beriladi. Agar lekin 3-variant o'sha Blau karta EU, o'sha Blue card deydi. O'shani olsangiz, o'sha eng zo'r viza turi o'sha hisoblanadi. Ishchilar uchun. Ishchilar uchun agar o'sha shartlarni bajarsangiz, moynes baland bo'lsa, o'sha mangil brufga kirsangiz yoki misol uchun o'sha ro'yxatdagi bruflarga kirsangiz, o'shanda Blau karta olsangiz bo'ladi. O'sha 3 ta tur bor. Bittasi o'sha ish qidirish uchun, ikkitasi o'sha ishlayotganingiz uchun viza turlari. Tushunarli. Rahmat. Siz dasturchi bo'lib ishlayman dedingiz. Hozirgi ish bozori dasturchi uchun qanaqa holatda? Konkurensiyalari va plus va minuslari? Shunaqa, endi ochig'ini aytganda hozirgi bozor uncha yaxshi emas deb aytsa bo'ladi. Bir nechta sababga bog'liq. Endi birinchidan shaxsan Germaniyani gapirsak, Germaniyada hozir oxirgi bir necha yil iqtisodiyot yaxshi o'sayotgani yo'q. Shuning uchun vakansiyalar kam, ish joylar kam, yangi joylar kam ochilyapti. O'shaning uchun o'sha vakansiyalarning soni ham kamaygan. Ikkinchi sababi bu kattaroq, o'sha fundamentalniy sababroq, bu o'sha KI, o'sha искусственный интеллект. O'sha KIni, o'sha искусственный интеллектni hozirgi firmalarga kiritishi, ishlashtirishi va o'sha KI bilan hozirgi yangiroq ishchilarni, shu junior ishchilarni o'zgartirishi, almashtirishi. Shuning uchun qiyin bo'lib qolgan hozir. Endi kim qiyin, boshqatdan qaytaraman, qiyin kim uchun? Ancha muncha tajriba orttirgan odam, senior darajada 4-5 yil ishlagan odam uchun hali ham qiyin emas deb hisoblayman. Yaxshi ishlar bor. Lekin bizga o'xshagan odamlar uchun, universitet yaqinda bitirgan, endi sekin-sekin ishlashni boshlayman odamlar uchun ancha qiyin bo'lib qolgan, chunki shu aytganimdek vakansiyalarning soni kam va shuning uchun bitta vakansiyaga juda ham ko'p odam hozir hujjatni topshiryapti. Hozir misol uchun LinkedInga kirib vakansiyalarni qarab chiqsangiz, hozir katta firma bo'lmasa ham, kichkina o'rta hisob firmalarni ham qarab chiqsangiz, o'rta hisob firmalarning vakansiyasini qarab chiqsangiz, bir kun oldin chiqqan vakansiyada o'sha 100 tadan odam shu hujjat topshirgan. Juda ham katta konkurensiya bo'lyapti hozir bitta joy uchun. Shuning uchun ancha murakkab bo'lib qolgan. Endi bu vaziyat qanchalik o'zgaradi, men rostini aytsam aytishim qiyin. Chunki mana shu birinchi aytgan sababim o'sha iqtisodiyot hozir o'smayapti deganim, shu muammo misol uchun yechilgan taqdirda ham, o'sha keyingi misol uchun 2-3 yillik iqtisodiyot yana o'sishni boshlagan taqdirda ham shu muammoni yechadimi, yechmaydimi yoki qanchalik yechadimi, yechmaydimi, meni aytishim qiyin. Chunki iqtisodiyot o'sishni boshlagan taqdirda ham, ammo KI, o'sha искусственный интеллект muammosi emas, o'sha narsasi hali ham, faktori hali ham bor. U balkim ungacha ham shunchalik o'sib ketar, shu KI shunchalik rivojlanib ketar, balkim hozirgi junior joylarni almashtirayotgan bo'lsa, balkim o'tga borganda middle'larni ham balkim o'zgartirayotgan bo'lishi mumkin. O'sha middle joylar ham kamayayotgan bo'lishi mumkin. Buni aytish qiyin, endi bu faqat vaqt ko'rsatadi. U degani shu, masalan, hozir bitta bola bakalavrga o'qishga kirsa, 3-4 yil o'qisa,
shu 3-4 yildan keyin shu ish bozori qanaqa bo'lishi unchalik aniq emas, to'g'rimi? Shunaqa deb aytsam bo'ladi. Shaxsan mani ko'rishim qiyin buni. Bitta narsa aytishim mumkin. Bakalavr hozir bitirganmi, 5 yildan keyin bitirganmi, eng qiyin vaqti shu bakalavr bitirib, endi shu birinchi 3 yil eng qiyin bo'ladi. O'sha paytda yaxshi ish topib olib, o'sha ishga ushab olib, yaxshi ish ko'rsatib, o'sha layofflarga tushmasdan, endi bu qiyin, endi aytish qiyin, lekin layofflarga tushmasdan shu birinchi 3 yil shu продержаться qilsa, undan keyin уже ancha osonroq bo'ladi deb o'ylayman, chunki tajribali odamlar hamma joyda kerak. Men ishonchim komil, shunchalik rivojlangan bo'lsa ham, tajribali o'sha natija, o'sha vert, o'sha value olib keladigan odamlar har doim kerak bo'ladi. Bormi yo'qmi farqi yo'q. O'sha imенно o'sayotgan paytda tezroq o'sib, tezroq o'sha mustaqil ishlaydigan holatga kelganingizdan keyin уже ancha osonroq bo'ladi. O'sha birinchi 3 yil ancha murakkab bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda o'tib ketganingizdan keyin keyinchalik уже menimcha osonroq bo'ladi. Tushunarli. O'zi shu dasturchi kasbini darajalari haqida gapirib bersangiz va o'sha darajalarni Germaniyadagi yillik maoshi yoki oylik maoshimi? Shunaqa, endi daraja haqida gaplashsak, bu o'sha junior, middle va senior darajalari bor. Bu darajalarni qanaqadir universal sxema yo'q. Necha yil ishlash kerak junior bo'lish uchun, necha yil ishlash kerak senior bo'lish uchun, lekin taxminan gapirganda shu 2 yilgacha ishlagan odam junior hisoblanadi. 2 yildan bir 4-5 yilgacha ishlagan middle hisoblanadi. 5 yildan uzoq bo'lgan senior hisoblanadi. Lekin endi o'zini olib gapirganda, o'zi yil soniga bog'liq emas, balkim o'sha 3 ta faktorga bog'liq. O'sha scope, autonomy va impact deydi. Ya'ni scope degani siz nima ishlar qilgansiz, qilgan ishlaringiz qanchalik katta edi. Siz qanaqadir katta sistemani kichkina qismini qildingizmi yoki katta sistemani o'zini qila oldingizmi, o'zini yasadingizmi? Bu scope. Ikkinchisi autonomy degani siz mana shu ishlar qilayotgan paytingizda qancha ko'p yoki qancha kam o'sha boshqa odamlar tomonidan yordam kerak bo'ldi. Boshqa odamlar tomonidan shu direct o'sha направление kerak bo'ldi. Qanchalik mustaqil ishlay oldingiz degani va uchinchisi impact, shu oddiy bu natija. O'sha olib kelgan vertiz, values, firma uchun yoki proyekt uchun olib kelgan natijangiz, o'sha siz tomonidan yaratilgan vert. Mana shu faktorlarni inobatga olinganda, odam juniormi, middlemi yoki seniormi anaqa topsa bo'ladi. Shunaqa. Va oylik haqida gapiradigan bo'lsak, men hozir brutto yarasiga haqida gapiraman. Bu shu yillik soliqlardan oldin bo'lgan moyni, o'sha boshlang'ich daraja uchun junior. Junior uchun Germaniyada taxminan 40 mingdan boshlab 55 ming yevrogacha bu o'sha yillik maosh. Middle'lar bir 55 mingdan 65 minggacha taxminan va seniorlar 65 mingdan boshlab 100 minggacha borishi mumkin. Bu lekin Germaniyadagi o'sha big tech firmalarni inobatga olinmasdan aytyapman, chunki big tech firmalarda maoshlar ancha boshqacha ko'rinishga ega, ancha ko'proq. Masalan, o'sha Amazon, Google aytib. Shunaqa, misol uchun Amazon yoki Google'da men aytayotgan 80 ming, 100 ming oddiy firmada senior oladigan moyni o'tda junior shuncha pul oladi. Ya'ni 80 ming, 90 ming, endi o'tda o'sha base salary degan narsa bor, keyin stocks, ya'ni o'sha aksiya beradi, qanaqadir bonuslar berishi mumkin, lekin hammasini qo'shgan taqdirda o'sha 100 ming yoki misol uchun 90 ming chiqishi mumkin. Lekin bizda gapirayotgan anaqalar, firmalar bu o'sha oddiy o'sha kichkina yoki o'rta hisob firmalar haqida gap ketyapti. Tushunarli. Umumiy qilib olganda-chi, masalan, dasturchi sifatida o'qishdan keyin Germaniyada qolib, uzoq muddatda ishlash va Germaniyada karyera qurish dasturchi sifatida. Shuni qanaqa qilib tushuntirib bera olasizmi? Plus va minuslari nima taklif qila oladi Germaniyaga shunaqa dasturchiga va
faqatgina kasb emas, umuman shu umumiy qilib olganda shu bir ishchi odam sifatida ham. Qiziq savol. Men fikrim bo'yicha dasturchi bo'lib Germaniyada ishlash o'ziga yarasha plyuslari bor. Birinchi plyuslardan bittasi bu Germaniyani minusi ham deb hisoblashim mumkin, lekin Germaniyani qanaqadir innovatsion texnologiyani kiritishi sekinligi deb aytsa bo'ladi. Ya'ni misol uchun AQSh bilan solishtirsak, AQShda mana shu KI'ni kiritish, KI'ni institutsion intellektni ishlatish, kiritish jarayonlari juda ham tez qilinadi, nisbatan Germaniyaga nisbatan tez qilinadi. O'shaning uchun Germaniyadagi ish bozorida shu KI ishlatilishi sekinroq keladi. Ya'ni biza uchun degani bu o'sha ko'proq ishli bo'ladi baribir. Yoki boshqacha gapirganda, o'sha KI hozirgi AQShdagi bo'layotgan KI misol uchun juniorlarni almashtirayotgan narsa Germaniyaga sekinroq keladi. O'shaning uchun Germaniyada ish xavfsizligi yoki ish topish imkoniyati baribir zo'rroq deb hisoblayman. Big tech firmalarni olmasdan, big tech firmalar endi tushunarli, Amazon, AQShda ham Amazon, Germaniyada ham Amazon, lekin nemis firmalarni olib qarasak, menimcha ish topish osonroq bo'ladi bu yerda baribir. Keyin konkurensiya ham bu yerda baribir kamroq. Angliya yoki AQSh bilan solishtirganda. Bu birinchi narsa. Ikkinchi narsa, Germaniyani baribir o'sha oldin Blaukarta haqida gaplashdik. Germaniya o'sha developerlar, o'sha dasturchilar uchun yaxshi shartlar qilgan. O'sha Blaukarta beradi, undan keyin o'sha Niederlassungserlaubnis beradi, PMJ beradi. Germaniya o'zi tushunib turibdiki, shunaqa mutaxassislar bizga kerak deb tushunib turibdi. O'shaning uchun ancha osonlashtirgan o'sha Verfahrlar, ancha osonlashtirgan protsesslar qilib qo'ygan. O'sha IT fahkrafti, IT ishchilar uchun shu. Endi minuslarini gapirsak, minuslardan bittasi bu endi baribir mo'yinalari yaxshi, lekin misol uchun Angliya bilan yoki AQSh bilan solishtirsak baribir kamroq. Endi ancha kamroq. Chunki Germaniyada misol uchun biz 80 ming, 90 ming yevro yiliga gaplashayotgan bo'lsak, AQShda shu 150 ming, 200 ming yoki bo'lmasam qanaqadir big tech firmada senior darajaga 300 ming, 500 mingga ham borishi mumkin. Endi AQShda baribir ancha boshqacha mo'yina sistemasi ancha ko'proq berishadi. Amazonda AQShda ishlaysizmi yoki Amazonda Germaniyada ishlaysizmi, baribir farqi bor. Chunki Germaniyada ancha kamroq olasiz baribir. O'shaning uchun shu narsa bor. O'sha bu degani o'sha nima deydi, o'sha major league deydi, o'sha major league, o'sha kattalarning ligasi, dahshat katta, o'sha big players o'ynaydigan, o'sha katta, yaxshi mutaxassislar ishlaydigan ish bozori bu baribir haligacha ham AQSh bo'lishi mumkin. AQSh shu Angliya kamroq, lekin AQSh bo'ladi. Shunaqa. Shu. Anaqani gaplashsak, masalan, hozir u yoqda mana shunaqa katta liga deyapsiz, bakalavr Germaniyada bitirib, shunaqa Amerikaga yoki Angliyaga ishlashga ketib bormoqchi bo'lsa, kimdir o'shani yoritib bersangiz. Shunaqa, bu qilsa bo'ladigan narsa. Buni qilishni eng oson yo'li, meni shaxsiy fikrim bo'yicha, Germaniyada bo'lib turib, misol uchun o'sha gaplashganimizdek big tech firmaga kirishga harakat qilish. Chunki misol uchun Amazonni olsak, misol qilib, Germaniyada Amazonga kira olsangiz, 2-3 yil ishlasangiz, Amazonni ichida boshqa davlatlarga relokatsiya qilsalar, boshqa mamlakatga relokatsiya qilsa bo'ladi. Bu juda ham endi nisbatan oson qilish. Bu narsaga mana shu bizani mana shunaqa tajriba bo'ldi bizda. Faqat o'sha sizni xo'jayiningizni anaqasi kerak, o'sha soglasiya kerak. Xo'jayingiz hop etsa, sizni o'sha Amazondagi Berlin ofisi emas, balkim o'sha New York ofisi yoki Seattle ofisiga relokatsiya qilsa bo'ladi. O'sha firmani ichida turgani o'sha eng oson yo'l. Endi oson degani Amazonga kirish ham ancha qiyin, lekin kirganingizdan keyin ish joyingiz ham bo'ladi, hammasi tayyor, viza olishingiz ham muammo emas. Katta firmada ishlasangiz viza olish uncha qiyin emas. Shunaqa qilib relokatsiya qilsangiz bo'ladi. Buni odamlar qiladi va shu
oson yo'llardan bittasi. Unaqa yo'li bo'lmasa, endi odam o'zi misol uchun ish qidirishi mumkin. U ham qisqa bo'ladi, albatta, lekin ancha qiyinroq bo'ladi deb hisoblayman. Chunki u yerda AQShda baribir konkurensiya Germaniyaniki bilan solishtirib bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki baribir juda ham ancha ko'proq, ancha qiyinroq. Chunki endi bu Germaniyaga ham to'g'ri hamma joydan odamlar keladi, lekin AQShga u haqiqatan butun dunyodan keladi. Eng aqlli odamlar shu yerga boradi. O'shaning uchun u yerda ish topish endi ancha qiyinroq deb o'ylayman. Lekin amallashsa bo'ladi, eplashsa bo'ladi. Germaniyani bakalavr bitirib ham, chunki ularni qiziqtirmaydi. Qayerda bakalavr bitirgansiz, o'qishingiz bormi, yo'qmi, o'zi qiziqtirmaydi. Eng muhimi, tajribangiz zo'r bo'lsa, Germaniyada zo'r spetsialist bo'lsangiz, zo'r mutaxassis bo'lsangiz, любой joyda, har qanday joyda ish topa olasiz deb o'ylayman. Zo'r. Oxirgi endi ishga tegishli savol. Hozir O'zbekistonda ham yaxshi kuchli o'sish bo'lyapti va juda ko'p kompaniyalar digitalizatsiya qilyapti kompaniyalarni. O'sha IT dasturchilar juda ham kerak Shunaqa. va ularga ham yaxshi sharoitlar yaratyapti O'zbekiston. Xususiy firmalar ayniqsa. Shunaqa. Endi aytaylik, shu Germaniyada o'qib, qanchadir ishlab, yaxshi mutaxassis bo'ldi yoki o'qib bo'lib srazu O'zbekistonga qaytish masalasini ham ozgincha yoritib bersangiz. Shunaqa. O'zbekistonga qaytib ishlash, hozir O'zbekistonning ish bozori ancha rivojlanyapti. Juda ham hozir shu IT boom bo'lyapti. U yerda Germaniya bilan solishtirganda joylar ochilyapti, dasturchilar kerak, o'sha junior dasturchi, yosh dasturchilarni ham olishyapti, o'qitishyapti. Mana shu tomondan juda ham zo'r bo'lyapti. Va men uchun bu yerda bakalavr qilib yoki srazu borish yoki ozgina ishlab, undan ham zo'r, ozgina ishlab, tajriba orttirib, keyin O'zbekistonga qaytib ishlash yaxshi variant deb ko'rinyapti menga hozir. Chunki ish o'rganasiz, juda ham o'sha rivojlanayotgan paytda ko'p narsa o'rganishga imkoniyat bor va to'layotgan moyna ham, o'sha yiliga maoshi ham juda ham o'sha wettbewerbsfähig, o'sha konkurentno способный bo'lgan. Bu bilan solishtirganda ham o'shaning uchun va O'zbekistonda ham juda ham zo'r kompaniyalar bor. O'sha yerda ham borib ishlash juda ham zo'r va bakalavrni bitirib, yoki magistraturani bitirib, bu yerda даже ozgina ishlab qaytib borsangiz, ancha yaxshi ish topishingizga ehtimol juda ham yuqori deb o'ylayman. Zo'r, rahmat. Bizani ko'rayotgan bolalarni yana eng qiziqtiradigan savollardan bittasi, agar ular bakalavrni IT sohasida o'qishmoqchi bo'lsa, universitet tanlashda nimalarga ahamiyat berish kerak deb o'ylaysiz? Bu juda yaxshi savol. Birinchi navbatda o'sha kattaroq shahardagi nufuzliroq, nomdorroq universitet tanlash kerak deb o'ylayman. Chunki u universitetni bitirgandan keyin o'sha shahar o'zida yaxshi ish topish ehtimoli yuqoriroq. Va o'qish davomida ham kattaroq shahar bo'lganda, endi kattaroq universitet, balkim odamlar ko'proq bo'lishi mumkin. Balkim o'sha internatsional odamlar ko'proq bo'lishi mumkin. O'sha nuqtai nazaridan ham kattaroq shahardagi kattaroq universitet tanlagan yaxshi. Va shaxsan men, misol uchun IT sohasi uchun o'sha TU9 degan alyans bor Germaniyada. Bu 9 ta eng katta va eng yetakchi universitetlar, texnik universitetlari. Bunga o'sha TU Berlin, TUM, TU Dresden, TU Darmstadt degan universitetlar kiradi. O'sha universitetlarda menimcha o'sha IT sohasini o'qigan eng yaxshi, chunki juda ham nufuzli, nomdor va o'sha IT sohasiga fokus qiladigan universitetlar. Lekin boshqa tomondan, misol uchun, men oldin o'sha nomdorroq deb aytdim, lekin o'sha nomdorligi, o'sha reytingga uncha ko'p ahamiyat berish kerak emas deb o'ylayman. Chunki shaxsan o'zimning tajribamdan shu ozgina xato bo'lgan narsa menda, men universitetga kirayotgan paytimda juda ham katta ahamiyat berganman, shu reytingi balandroq bo'lsin deganman. Lekin keyin o'sha ishlashni boshlayotganimda, ish qidirayotganimda shunaqa kelib chiqqanki, universitetda Arbeitgeber ishingiz uchun qaysi universitetda o'qiganingiz uncha katta rol o'ynamas ekan. Ish beruvchi uchun uncha katta rol o'ynamas ekan.
misol uchun Berlinda qolsangiz, o'sha ish beruvchi uchun siz TU Berlinda o'qiganmisiz yoki BXTda o'qiganmisiz yoki XTBda o'qiganmisiz muhim emas. Hattoki o'sha TU Berlin bilan juda ham endi mashhurlik bo'yicha juda ham past universitetlar orasidagi farq ham katta emas ekan. O'shaning uchun endi to'g'ri eskidan nomdorroq, o'sha balandroq universitetga harakat qilish kerak, lekin o'xshamasa yoki boshqa sanoat sabablar bo'lsa, любой universitetga kirib yaxshi o'qiganingiz ancha muhimroq, qayerda o'qiganingizdan ko'ra. Lekin misol uchun agar bu hozir Germaniyaning ichida gapirdim. Germaniyaning ichida o'sha karyera uchun muhim narsa. Lekin misol uchun bakalavr Germaniyada qilib, keyin magistraturani misol uchun chet elda, misol uchun Amerikada yoki Angliyada qilaman desangiz, unda reytingi уже kattaroq rol o'ynaydi deb o'ylayman. Unda misol uchun TU Berlin bilan TUMni farqi katta deb o'ylayman. Shunaqa maqsadingiz bo'lsa, unda o'sha eskidan balandroq reytingga asoslangan, reyting bo'yicha balandroq universitet tanlab olish kerak, chunki bu dunyo miqdorida shu reytingdagi farq kattaroq rol o'ynaydi deb o'ylayman. Germaniyaning ichidagi solishtirganda. Shunaqa. Tushunarli. Va yana muhim savol, shu o'qish davomida muvaffaqiyatli o'qishni bitirish uchun va muvaffaqiyatli karyera boshlash uchun nimalarga ahamiyat berish kerak o'qish davomini o'zida talaba sifatida? Shunaqa. Meni fikrim bu birinchi navbatdagi narsa, juda ham muhim narsa. Bu tushunishki universitet sizga hamma narsani ham o'rgatmaydi. Hattoki shu sizni yo'nalishingiz uchun juda ham muhim, juda ham relevant bo'lgan narsalarni ham o'rgatmasligi mumkin. Shuni bilib turish kerak. Shu universitetga ko'p ishonib qo'yish kerak emas. Bu degani, tushuntirib beraman. Ko'pincha yillar oldin, 5, 10, 15 yil oldin tuzilgan dastur bo'yicha o'sha paytda tanlangan, o'sha paytda ajratib olingan narsalar, o'sha material, o'sha nima deydi, o'sha o'rgatilayotgan narsalar bugungi kunda o'rgatiladi. O'sha 5-10 yil oldin tanlab olgan narsa bugungi kunga o'rgatiladi. Ular ham yaxshi, ularni ham shu ba'zi fundament sifatida o'rganish kerak. Lekin ko'pincha o'sha hozirgi ishlatilayotgan yangi zamonaviy bo'layotgan narsalarni o'rgatmasligi ham mumkin. Misol uchun mana shaxsan men tajribamdan kelib chiqib aytaman. Bizning universitet TU Berlinda Wirtschaftsinformatik sohasida misol uchun Haskell o'rgatgan, lekin Git o'rgatmagan. Scala o'rgatgan, lekin Docker o'rgatmagan. Yoki misol uchun Prolog o'rgatgan. Prolog endi o'lgan til deb bo'lmaydi-yu, lekin juda ham nisheviy, shu juda ham endi dunyo miqdorida почти ishlatilmaydigan tilni o'rgatgan, lekin hozir juda ham mashhur bo'layotgan, hamma ishlatayotgan, misol uchun Kubernetes yoki Kafkani o'rgatishmagan. Va bu narsalarni hammasini o'zim ish davomida yoki proyektlar davomida o'zim o'rganishimga to'g'ri keldi. O'shaning uchun tushunish kerakki, siz universitetga berayotgan narsani yodlashingiz kerak, lekin undan tashqari proaktiv bo'lib, muhimdan shu proaktiv bo'lib, o'zingiz qanaqadir o'zingiz sohangizga relevant bo'lgan, shu o'zingiz kasbingizga relevant bo'lgan narsalarni o'sha proaktiv zelfstudium sifatida o'zingiz yodlashingiz kerak, o'zingiz bilishingiz kerak. Bu narsani endi boshida qilish qiyin. Meni tavsiyam shu 1-2 semestrni faqat shu birinchi tizimga o'rganib olish uchun, ozgina oyoqqa turib olish uchun, qanaqa o'qish uchun, tushunish uchun mana shu vaqtda ishlatsa bo'ladi. O'zini metodlarini ishlatish. Shunaqa. Lekin undan keyin, ikkinchi semestrdan keyin odam o'ziga shu men o'zi qaysi yo'nalishga konkretni, qaysi yo'nalishga ketmoqchiman, qaysi kasb tanlamoqchiman, kim bo'lib ishlamoqchiman. Shunaqa o'sha praksis oriented, shunaqa o'sha bытовой savollarni berish kerak. Nima kasb ishlamoqchiman, nima yo'nalishda rivojlanmoqchiman degan savollarni berish kerak-da. O'sha kasbda, o'sha yo'nalishda, o'sha sfera uchun relevant bo'lgan narsalarni odam o'zi yodlashni boshlashi kerak. Misol uchun vakansiyalarni qarasa bo'ladi, misol uchun odam DevOps engineer bo'lmoqchimi yoki software engineer bo'lmoqchimi yoki bo'lmasam machine learning engineer bo'lmoqchimi. O'sha kasblar uchun hozirgi kunda, hozirgi ish bozorida nima narsalar ishlatilyapti, nima texnologiyalar ishlatilyapti. Odam o'shalarni o'zi yodlash kerak. Chunki
faqat universitet bergan narsani yodlasangiz, bitirganingizda ko'p narsalarni bilmaydigan, shu hozirgi ayniqsa zamonaviy hozirgi ishlatilayotgan narsalarni bilmaydigan bo'lib bitirib chiqasiz. Siz ish bozoriga tayyor ishchi bo'lib chiqmaysiz agar Shunaqa. qo'shimcha narsa o'rganmasangiz. Shunaqa. Va shu ko'pincha bilimingizni ko'plari juda ham fundamenti bo'ladi bilimingiz. Eski o'sha yillar davomida bo'lgan narsalar bo'ladi, lekin hozirgi ITda endi hamma bilsa kerak, misol uchun 3 yil vaqt juda ham ko'p vaqt. 3 yilda juda ham ko'p narsa sodir bo'lishi mumkin, juda ham ko'p narsa o'zgaradi. O'shaning uchun 5 yil oldin chiqqan, 3 yil oldin chiqqan narsalarni bugungi kunda уже aktiv ishlatilayotgan narsalarni universitetda hali o'rgatishmaydi. O'shaning uchun ozgina o'sha zukunftsorientiert, o'sha kelajakka qarab, kelajak haqida o'ylagan taqdirda o'sha yangiroq, o'sha zamonaviyroq hozir ishlatayotgan narsalarni o'rganish kerak odam. O'sha universitetga ishonib qo'yish kerak emas, deb o'ylayman. Tushunarli. Keyingi savol, o'qish davomida yoki o'qishni tugatib praktika qilish haqida gaplashsak, qanchalik bu muhim emas. Shu ingliz tilida adashmasam internship. Har xillari bor, 3 oylik, 6 oylik, 9 oylik praktikalar bor va qilish shartmi, shart emasmi va talaba sifatida o'zini sohasida ishlash va tajriba orttirish. Chunki o'ylab qarasa, praktika bilan talaba sifatida o'zini sohasida ishlash maqsadi bir xilroq, o'sha tajriba to'plash. Shunaqa. O'sha praktikum yoki misol uchun o'sha workstudent talaba sifatida ishlash juda ham muhim. Bu balkim o'sha o'qish davomida qila oladigan narsalardan eng muhimlari ham bo'lishi mumkin. O'sha va o'sha birinchi semestrdan, endi birinchi, ikkinchi semestrdan boshlab o'sha ish topish uchun o'sha praktikum bo'lishi mumkin, internship bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam talaba sifatida ishlash mumkin. O'shalarni imkoniyatini qidirish kerak, ishlashni boshlash kerak, chunki bu juda ham muhim. Hozirgi o'sha ish bozorida oldin gaplashdik, o'sha ish bozorida hozirgi holat juda ham qiyin. O'shaning uchun hozir universitetni bitirib praktik tajribangiz yo'q bo'lsa, bu endi nerealniy deb bo'lmaydi, lekin dahshat qiyin bo'ladi ish topishni. O'shaning uchun universitetni vaqtliroq semestrlardan boshlab iloji bo'lsa praktikum o'sha werkstudentni tätigkeitni qidirish kerak, topish kerak. O'sha chunki werkstudent ish topish ancha osonroq. Misol uchun institutni bitirib, universitetni bitirib, keyin full time ish topishdan ko'ra. Full time ish topayotganingizda, misol uchun hattoki junior bo'lsa ham, lekin baribir full time bo'lgani uchun sizdan bir narsa kutishadi o'sha. Sizdan qanaqadir skilllaringizni kutadi. Kelib uni bir 1-2 yil o'qitish kerak, keyin natija olib keladi degan hech kim o'ylamaydi. Ayniqsa hozirgi ish bozorida. Lekin werkstudent bo'lib yoki praktikum qilganingizda, u yerda odamlar tushunadiki, bu hali student, buni o'rgatishimiz kerak, buni natijasi keyinroq keladi. Bu odamni shu in the long run deydi, shu in the long run ishlatamiz buni. Hozir o'sha kursfristik, o'sha kratkovremenni tez natija olib kela olmaydi deb tushunishadi. O'shaning uchun shu vaqtda ishlatish kerak, shu vaqtda o'rganish kerak. Tanlayotganda ham necha pul to'lash muhim emas, qanaqa ish bo'lgani muhim, lekin o'sha ko'proq o'sha nomi ham muhim emas, lekin shu qanaqa ish qilyapsiz, nima o'rganyapsiz, yaxshi narsa o'rganyapsizmi, mana shuni topish juda ham muhim. Oxirgi aytadigan narsam o'sha werkstudentni job qidirayotganingizda ham o'sha afsuski shunaqaki, ko'p firmalarda o'sha werkstudentni joblarni o'sha qilish kerak bo'lgan narsalar, lekin hech kim qilgisi kelmayotgan narsalarni ko'proq o'sha werkstudentni tomoniga shu ozgina outsource qilishadi, ozgina itarishadi werkstudentni tomoniga. O'shaning uchun shunaqa ishni o'sha yaxshiroq ish topish kerak, unaqa ishdan qochish kerak. O'sha so'rash kerak, o'sha intervyularda qanaqa ish qilaman deb hamma narsaga ham xo'p deyavermasdan o'sha yaxshi ish tanlash kerak. Chunki werkstudentni o'sha boshqatdan qaytaraman, werkstudentni ishlarida ham juda ham ko'p holatlarda ko'pincha o'sha uncha yaxshi emas. Firma uchun yaxshi, sizga arzon pulga o'zini kerakli vazifalarni bitirib berasiz, lekin siz uchun, sizni o'sishingiz uchun hech qanaqa foyda olib keltirmaydigan ishlarni berib qo'yishi mumkin. O'shanga ehtiyot bo'lish kerak. Ish qidirayotganda, intervyularda ham nima ish beryapti,
nima ish qilaman, nima narsalar o'rganaman. Xullas o'sha Werkstudentni yoki praktikumda o'sha eng muhimi o'sish, nima narsa o'rganaman, o'rganish kerak eng muhimi. Qolganlar hammasi keyin keladi. Ikkilamchi. To'g'ri. Oxirgi savolidan bittasi shu talaba sifatida, o'sha Werkstudent degani o'zi talaba sifatida ish chiqarishda o'zini sohasida o'shanda pul to'lanadi. Hozir masalan bu yildan boshlab minimal to'lov shu oyligi Berlinda 14 yevro atrofida. O'shanda necha soat ishlanishi va o'rtacha shu talabani dasturchi sifatida yoki shunaqa Werkstudent bo'lib ishlasa o'rtacha qancha pul topishi mumkin? O'shani aytib o'tsangiz. Shunaqa talaba sifatida ishlab o'sha misol uchun 20 soat o'sha maksimum talaba sifatida 20 soat ishlasa bo'ladi. Haftasiga 20 soat ishlasa bo'ladi. 20 soat ishlagan taqdirda o'sha taxminan 15, 16, 17 yevro olsa, bir oyda odam taxminan o'sha 1200, 1300 yevro oladi. Bu soliqlardan keyin shu shotga tushadigan pul. Va tanlayotganda ham shaxsiy fikrim, mani o'sha Werkstudentni talaba sifatida ish qidirayotganda pulga ahamiyat berish kerak emas. Chunki bu qiziq narsaki, meni tajribam bo'yicha yaxshi firmalar, yaxshi kompaniyalar, yaxshi sizga qiziq bo'ladigan, o'sishga imkoniyat beradigan ishlar kam to'laydi. Chunki unaqa odamlarni birinchi navbatda ish bilan attraktiv, shu ish bilan zamoniyat qiladi. Ishingiz qanaqa, o'shishingiz qanaqa zamoniyat qiladi. Unaqa kompaniyalarga sizga ko'p pul berish kerak emas, odamlar kerak. Odamlar itak keladi sizga. Lekin kompaniyalar ozgina pachoroq, kichkinaroq yoki vazifasi qiziq emas, o'sha monotonniy, o'sha ruchnoy manual qiladigan vazifalarga odam kelmaydi. O'shaning uchun shuni pul bilan kompensatsiya qiladi. O'shaning uchun bu degani endi hamma ko'p pul to'lasa hammasi u avtomatik yomon demagani endi albatta, lekin o'sha puli kam bo'lsa, bu qaytanga yaxshiroq bo'lishi ham mumkin. Chunki yaxshi kompaniya ko'p pul berish kerak emas. U kompaniya uchun odamlar yaxshi pulsiz ham kelib ishlagisi keladi. Mana shuni inobatga olish kerak. Tushunarli. Endi masalan aytaylik, hozir bizani ko'rayotgan bola o'ylashi mumkin, men Germaniyaga kelaman o'qishga, birinchi semestrga. Keyin shu birinchi semestr boshlashimdan oldin yoki boshlab srazu shunaqa ishga kirib olaman, haftasiga 20 soat ishlab, bir oyga shu $1000 yoki 1000 yevro topaman deb o'ylash bir taraflama xato. O'shani ham bir aytib o'tsangiz. Shunaqa juda ham ambitsiozni maqsad bu. Birinchi semestrdan kelib boshlab ishlashga, endi biz misol uchun shu talaba sifatida ishlash haqida gaplashayotgan bo'lsak, o'tda birinchi semestrdan ish topish juda ham qiyin. Endi juda ham qiyin, o'sha nerealni desa ham bo'ladi. Biz hozir o'sha o'zini sohasidagi ish haqida gapiramiz. Masalan, любой ish emas-da, aytaylik, ana oshxonada ofitsiant emas yoki unaqa ish emas, o'sha o'zingiz sohangiz bo'yicha, o'sha Werkstudent deganimizda o'sha o'zi sohasi bo'yicha ishlaydigan ishni o'ylaymiz. Unaqa ish topish juda ham qiyin, chunki ular firmalarga ham o'sha baribir shu 3-chi, 4-chi, 5-chi universitet davomida ozgina уже хотя бы o'sha teoretik bilim bor odamlarni olishadi. Birinchi semestrda yoki ikkinchi semestrda odam endi juda ham yangi, u nafaqat praktik, balkim teoretik bilimi ham bo'lmaydi odamni. O'shaning uchun u odamni o'qitish qiyin. O'qitish uchun ozgina qanaqadir bo'lsa ham baza bo'lishi kerak. O'sha bazani birinchi 4 semestr, misol uchun birinchi 3 yoki birinchi 4 semestr davomida olsa bo'ladi. O'shaning uchun u bolalarga aytishim mumkin, unaqa narsa qilish qiyin, juda ham topa olsangiz ham o'qishingiz qolib ketadi. Chunki birinchi, ikkinchi semestr qiyin bo'ladi. Nisbatan oxirgi semestrlarga solishtirganda. Birinchi, ikkinchi semestr siz shu relsga yo'lga tushib olishingizni, ozgina oyoqqa turib olishingizni, bu yerda Germaniyada universitetda qanaqa o'qishingizni, o'qish tizimi qanaqa qurilgan, mana shunaqa narsalarni bilib olishingiz kerak. Shu ikkinchi semestrni ozgina shunaqa turbulentniy vaqt bo'lgan paytida siz ozgina o'rganib olishingiz kerak.
birinchi semestrda sразу ishlashni boshlasangiz, u ancha murakkab bo'ladi. O'shaning uchun men tavsiya qilmasdim. Birinchi, ikkinchi semestrda o'qishga fokus qilib, keyin 3-4-dan yaxshi ish topsa bo'ladi. O'sha menimcha eng zo'r variant deb o'ylayman. Rahmat kattakon hamma tavsiyalaringiz uchun. Agar o'zingiz aytmoqchi bo'lgan lekin biz so'ramagan qanaqadir tavsiyalaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, hozir aytsangiz bo'ladi. Meni tavsiyam shaxsan men o'zim uchun mayda ozgina o'zim uchun shu qoida qilib olgan narsamni aytaman. Bu birinchi navbatda qiyin bo'lgan paytlarda odam tushkunlikka tushish kerak emas va bir narsa men uchun emas ekan deyish kerak emas. Chunki shaxsan menda o'zimda ham shunaqa bo'lgan narsa, birinchi semestrda ancha qiyin bo'lgan paytlarda odam o'ziga shubha ko'rishni boshlaydi. Shuni qilish kerak emas. O'sha fixed mindsetdan o'sha growth mindsetga o'tish kerak. Ya'ni o'sha o'sish mindsetga o'tish kerak. Mana shu yo'q narsa, mana uchun juda ham qiyin narsa, qila olmaydigan narsa yo'q. Unaqa dunyoqarashi, unaqa fikrishi yo'qotish kerak. Любой narsani nima bo'lishidan qat'iy nazar mashq bilan, praktika bilan yaxshi qilsangiz bo'ladi. Nemislar o'shaning uchun Übung macht den Meister deydi. O'sha mashq qilib, praktika qilib, любой narsani yaxshi bo'lsa bo'ladi. Bu birinchi tavsiya. Ikkinchi tavsiya, o'qish boshlagan paytdan qiziquvchan bo'linglar degan tavsiya berardim. O'sha любопытный, neugierig bo'linglar, qiziquvchan odam bo'linglar deb tavsiya berardim. Bu o'qishga ham bog'liq, ishga ham bog'liq, o'zi hayotiy tavsiya desa ham bo'ladi. O'qish davomida u nafaqat u nimaligini, balkim nimaligini ham tushunishga harakat qilinglar. Nimaga savol, men shaxsan juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga savol beringlar. Chunki nimaga savol sizni bilimingizni juda ham chuqur qilishga imkoniyat beradi. Nimaga degan savol berishingiz kerak. O'sha nimaga nafaqat nimaligini, balkim nimagaligini ham tushunsanglar, juda ham yaxshi mutaxassis bo'lishga ehtimol yuqori deb o'ylayman. O'shaning uchun har doim savol berib, chuqur tushunishga harakat qilinglar. Shu juda ham muhim. Keyinchalik hozir o'qishda ham, lekin keyinchalik ishda ham chuqur bilimi chuqur bo'lgan yaxshi mutaxassislarni hamma yaxshi ko'radi, hamma kompaniyalar xohlaydi. O'shaning uchun biliminglar shu unaqa tepada bo'lib qolmasin, o'sha поверхностный bilim bo'lib qolmasin. Yaxshilab tushunishga harakat qilinglar va shu ham ko'p o'qish kerak bo'ladi. Shunaqa. Hamma tavsiyalaringiz uchun rahmat. Foydali bo'ldi degan umiddamiz. O'zingiz vaqtingizni ajratib kelganingizga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Boshqa do'stlaringiz bilan bo'lishing bu videoni, ularga ham foydali bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.